O'zbekistonda Jasmin Trans nomi bilan tanilgan bloger Turkiyada qamalgan Jasmina va nihoyat intervyu berdi. Uning bergan intervyusi keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Jasmin Trans ochiq so'zlar bilan jamiyatni larzaga keltirgan shaxs. O'zbek ijtimoiy tarmoqlarida so'nggi yillarda shov-shuvlar, bahs-munozaralar va eng ko'p muhokama qilingan odamlar orasida Jasmin Trans nomi birinchi o'rinlarda turadi. Uning hayoti, ichki kurashlari, jamiyat bilan to'qnashuvi, tanlovlari va fojiaviy oqibatlarga olib kelgan voqealari millionlab odamlarning diqqat markazida bo'ldi. Jasmina bolalikdanoq o'zini qolganlardan farq qilgan holda his qilgani, ichki dunyosi tanasi bilan mos tushmagani haqida keyinchalik intervyularda ochiq aytdi. Uning aytishicha, bu holatni tushunmagan muhit, qat'iy qoidalar, jamiyat bosimi va oila qarshiligi uni yillar davomida qiynalishga, o'zini yashirishga va ichki qulashga majbur qildi. Jasmin o'smirlik davridanoq o'z tanlovini anglay boshlagan. Birinchi kosmetik o'zgarishlar, tashqi ko'rinish, ovoz harakatlari barchasi uning o'zligini topishga urinishi edi. Ammo eng og'ir bosqich jins o'zgartirish haqidagi qarori bo'ldi. Bu nafaqat moddiy, balki psixologik, huquqiy, ijtimoiy jihatdan ham eng hal qiluvchi qadam edi. U o'z intervyularida "Mening yo'lim qiyin. Bu nafaqat operatsiya, balki butun boshli hayotingni yana bir bor boshidan qurish" deb ta'kidlaydi. Jasminaning hayotidagi eng og'ir davr oila bilan munosabatlar yomonlashgani, jamiyatchilik uni qabul qilmagan va internetda tahdidlar, haqoratlar ko'paygan vaqtlar bo'lgani. Uning aytishicha, ba'zi qarindoshlari uni tan olmagan, hatto uydan haydash darajasiga kelgan holatlari ham bo'lgan. "Men erkinlik uchun kurashdim. Menga jamiyat emas, Alloh sudya. Men o'zimni yashirib yashay olmayman", deydi u intervyularda. Jasminning shov-shuvli videolari, jasur intervyulari, hayoti haqidagi ochiq suhbatlari qisqa vaqt ichida uni millionlar tanishiga sababchi bo'ldi. Uning kontentida o'z tajribalari, jins o'zgartirish haqidagi o'tkir so'zlari, jamiyatdagi ikkiyuzlamachilik haqidagi tanqidlar, o'zbek muhitining trans insonlarga munosabati haqidagi fikrlari borligi tufayli u tezda bahsli shaxsga aylandi. 2024-yil 2025-yillarda internetni larzaga solgan eng katta voqea Jasminning Istanbulga hibsga olingani haqidagi xabarlar bo'ldi. Turk politsiyasi tomonidan olib borilgan tekshiruvlarda u bir necha moddalar asosida surishtiruvga jalb qilingani aytildi. Internetda bu voqea haqida turli taxminlar, kimdir uning blogerlik faoliyati sabab bo'lganini aytdi, kimdir tuhmat qurboni bo'ldi deb yozdi. Boshqalar esa uni jinoyat bilan bog'lashga urindi. Biroq Jasminning o'zi bu haqda og'ir va qisqa ta'rif bergan. "Mening hayotim maydon. Men tanlagan yo'l oson emas albatta. Lekin meni sindira olmaysizlar", deydi u o'z intervyusida. O'zbekistonda trans insonlar haqida ochiq gapirish, o'z hayot yo'lini jamoatga ko'rsatish juda kam uchrashi mumkin. Jasmin esa o'z ismi, o'z tanlovi, o'z og'rig'i, o'z orzusi bilan bu qismni birinchi marta ommaga ochiq tarqalgan insonlardan biri bo'ldi. Uning intervyulari jamiyatda katta bahslarga sabab bo'ldi. Bu bahslar ba'zida yomon, ba'zida ijobiy bo'lsa-da, muhokama jarayonining o'zi katta o'zgarishlarga yo'l ochdi. Bugungi kunda Jasmin Trans o'ziga xos, qattiqqo'l, tanlovdan qaytmaydigan, o'z fikrini ochiq aytadigan inson sifatida tanildi. Uning hayotida xavflar ham, fashq ham, ochiqlik ham, kuchli jasorat ham bor. Uning eng ta'sirli so'zlari esa shunday edi: "Mening tanlovim, mening taqdirim. Kim nima desa desin, men o'zim bo'lib qolaman", deydi u o'z intervyusida. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.